Akalar traktor akilmatiri turadigan joyda bitta narsa topib oldim. Shu nimadirga o'xshatyapman bilmayman. Nima ekan bu? Sizlar endi dunyodagi eng aqlli odamsizlar, meni kuzatadigan IQ'si 3800 lik bratlar. Nima deysizlar? Sizlarning fikringlar menga juda ham muhim. Sizlar aytganinglarni qilib, sizlarning fikringlarga qarab yashayman-ku. Nimaga o'xshaydi xullas zaybal qildim o'zim. Bas. Akalar -800 gradus bo'lyapti. Menimcha maktabga borganki bola yoki qiz mashinaga ko'rmaylardi, shunchaki o'tkazib olmasa, obязательно sakrab o'tardim, muzini sindiraman deb. Bismillah. Early this morning, Voy, mana yo'llarni chattag'ligini obodonlashtirish qilib, asfalt qilaymi ekan, hamma yo'qda manetlarga daraxtlar ekib. Ayyo, kerak emas, qaytarib joyiga qo'y desa, qana qilib bunaqa yama qilaman. Shtrab solib, qamash yormasin. Oyog'im nimagadir muzlayapti, bilat, nimaga ekan? Eng qizig'i maneta qanaqadir dog' turibdi, bu dog'ni ham qatdan kelganini bilmayapman. Bitta narsaga ahamiyat beringlar-da, akalar. Mana o'zimizning o'zbek Instagram segmentida blogerlar faqat shu fikr bildiradi. Nima to'g'ri, nima noto'g'ri, kimlarnidir rasmini, videosini qo'yadi. Faqat gapirish. Eshitaveradi, odamlar ham zerikmaydi, shu qiladigan ishi yo'qmi? Mana chet elliklarda blogerlari va shu content makerlarda shunaqa laytoviy videolar qiladi. Miyangga nagruzi tushmaydi, ko'rib maza qilasan. O'zim ham shu, faqat fikr bildirishdan iborat. Boshqa bir ideyasi yo'q odamman.